Hey there, my English learners. Today we will learn Unit 21, Will, Shall, Part 1. Time to dive in. I will. Biror ish harakatni qilishga hozirgina qaror qilinganda qo'llaniladi. I'll do something. Deganimizda biz qarorimizni e'lon qilamiz. Oh, I've left the door open. I'll go and shut it. Eshikni ochiq qoldiribman. Borib uni yopaman. What would you like to drink? I'll have tea, please. Nima ichasiz? Choy ichaman. Oh no, I forgot to phone Lucy. I'll phone her now. Lucyga qo'ng'iroq qilishni unutibman. Unga hoziroq qo'ng'iroq qilaman. Bu gaplarda Present simple, I do, I go. ni qo'llash mumkin emas. Oh, I've left the door open. I'll go and shut it. Eshikni ochiq qoldiribman. Borib uni yopaman. We're about to take off. I'll call you when I land. Biz uchish arafasidamiz. Qo'nganimda qo'ng'iroq qilaman. Come on, I'll show you something that will take your breath away. Kel, senga bir narsa ko'rsataman, undan nafasing ichingga tushib ketadi. I think I'll. Va I don't think I'll. tuzilmalari ham keng ishlatiladi. I feel a bit hungry. I think I'll have something to eat. Biroz qornim ochdi. Biror narsa yesam kerak. I don't think I'll go out tonight. I'm too tired. Bugun kechda ko'chaga chiqmasam kerak. Juda charchaganman. Og'zaki nutqda Will, ning inkor shakli won't, will not. ko'rinishida bo'ladi. I won't be late. Men kech qolmayman. I can see you are busy, so I won't stay long. Ko'rib turibmanki, siz bandsiz, shuning uchun uzoq qolmayman. Will, Allaqachon rejalashtirilgan yoki qilinishi qaror qilingan ishlar haqida gapirilganda qo'llanilmaydi. Unit 19, 20 ga qarang. I'm going on holiday next Saturday. Kelasi shanba ta'tilga chiqayapman. Are you working tomorrow? Ertaga ishlaysizmi? will. Odatda quyidagi vaziyatlarda ishlatiladi. Biror ish qilishni taklif qilganda. That bag looks heavy. I'll help you with it. Sumka og'irday ko'rinadi. Sizga yordamlashaman. Have some rest. I'll wake you up when needed. Biroz dam oling. Kerak bo'lganda sizni uyg'otaman. Biror ish qilishga rozi bo'lganda. Can you give Tim this book? Sure, I'll give it to him when I see him. Bu kitobni Timga bera olasizmi? Albatta, men uni ko'rganimda beraman. Biror ish qilishga va'da berganda. Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. Menga qarz berganingiz uchun rahmat. Men sizga juma kuni qaytaraman. I won't tell anyone what happened. I promise. Nima bo'lgani haqida hech kimga aytmayman. Va'da beraman. Birovdan biror ish qilishni iltimos qilganda. Will you shut the door, please? Eshikni yopib yuborasizmi, iltimos? Won't. Biror ish harakatni qilishni rad etganda qo'llaniladi. I've tried to advise her, but she won't listen. Unga maslahat berishga harakat qildim, lekin u quloq solmayapti. Ya'ni, quloq solishni rad etayapti. The car won't start. I wonder what's wrong with it. Mashina yonmayapti. Qiziq, unga nima bo'lgan ekan?
Ya'ni mashina yonishni rad etayapti. Shall I? Shall we? Shall. Asosan, Shall I? Shall we? qatnashgan so'roq gaplarda qo'llaniladi. Bu so'roqlar biror kishining fikrini bilish uchun ishlatiladi, ayniqsa takliflarda. Shall I open the window? Derazani ochaymi? I've got no money. What shall I do? Pulim yo'q. Nima qilay? Shall I? Va Will you? ni taqqoslang. Shall I shut the door? Eshikni yopaymi? Will you shut the door? Eshikni yopib yuborasizmi? Shu bilan unit 21 o'z yakuniga yetdi. Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Har doimgidek like va kommentlaringizni ayamang. Bu kanalimiz rivojiga juda katta yordam beradi. Roliklarimizni do'stlaringiz bilan ulashing, ingliz tilini birgalikda o'rganing. Omad!